Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sırâtal mustakîm. Sırâtal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lâ. Allah ya Rabbiler medetkâr. Birbirimiz geçmiştik. Allah'a emanet. Akîd ve yakılazam. Kılazım. Fıkh ilmediyle. O göz nazarından karışlık. Gözlük nazarından karışlık. Anlatıyorum mu? Ama beni toxtattı. O aytdı ki, "Teni bilizlik inidolog, sen yakın kılmazsan, uzak kılmazsan, niyetsizdir, sen yok kılmazsan, ne присутствует, бар kılmazsan, yok kılmazsan, ты не живой, hayat kılmazsan, ölü kılmazsan, не мертвый, ölü kılmazsan. Почему? Почему? Слушай меня, şunun için beni eşitmekle kulak sal dedim. Если назову тебя, agar men seni bunday deb nom bersam, ne nazvu etib, sen unga o'zingni deb aytma. Если украшу тебя, не украшай. Seni men bir narsa bilan ziynatlab qo'ysam, sen o'zing men shunaqa ziynatim bor deb aytib qo'yma. Не понимай меня, не поменяй меня. Meni esingga olma. Bu если поменяешь меня, almashtirib qo'yma meni. Поменяй. Agar sen meni almashtirib qo'yma, zastavлю забыть тебя в моем поминовании. Men seni mening haqimda bo'layotgan xotirangni hammasini o'chirib tashlayman. Esingdan chiqarib yuboraman. Allah taolo bandasiga boyav nafariga shunday so'zda aytyapti dedi. Bitinman tushunyapmiz. Allah taolo bandaning o'rtasidagi bo'layotgan endi har xil holatlar endi. Yonatqin Liso Kardovich. U hamma narsaning jamoalarini menga ko'rsatdi. Я увидел, что оно связано с лицом его. Hamma jamoat Allohning jamoli bilan bog'liqda turganligini ko'rdim deydi. Yonatqin образный часть Kardovich. Har bir narsaning orqa tarafini ham ko'rsatdi. Я увидел, что она связана с его приказаниями и запрещениями. Unda orqa tarafini ko'rib, har bir narsa Allohning amri bilan va nahyisi bilan bog'liq ekan. Allohning amri, bolalarning hammasida Allohning amri turadi, Allohning nahyisi turadi. Я сказал мне, посмотри мое лицо, mening yuzimga qara dedi. Я смотрел, он сказал, men Allohning yuziga qarayman. Нет ничего кроме меня. Mendan boshqa hech narsa yo'q. Нет ничего кроме тебя. Sendan boshqa hech narsa yo'q deb aytdim. И он сказал, посмотри на свое лицо. Endi o'zingning jamolingni ko'r. Я посмотрел и сказал у меня, нет ничего кроме тебя. O'zing jamolingni ko'r deganda endi Alloh taolo tomosha jasad butun olamni ko'rish bo'lsa, ko'zim bilan ko'rayotgan olamni ko'rsatayotgan bo'lsa kerak edi. Sendan boshqa hech narsa yo'q. Gördün mü? Senden başka hiç narsa yok. Mendan boshqa hech narsa yo'q deb aytdim. Endi uning uchun hech qanday narsalar endi bo'lmasa. Endi Alloh taborak taolo shu bandaning ko'zi bilan qarayapti-da shuning uchun. Он сказал, выйди, ты faqir. Endi chiqyapti. Holatdan chiq. Sen faqih bo'lding. Endi tushunding endi. Hamma narsani nima ekanligini tushunding, ilm berdi. Я вышел, стараясь освоить фихты o'shalarda egallashga harakat qildim. Правда, зрачок. Ko'zimning qarachig'ini to'g'rilab qo'ydi. Serse glazak. Yuragimdagi bo'ladigan ko'zli qarachig'ini to'g'rilab qo'ydi. Я кинул им фих. Shunda o'sha ko'z bilan fihni ko'rdim. Пришел с этим к нему. Ну, он huzurga shu ko'z bilan huzurga. Он сказал мне, я не смотрю на деланное. Men yaratgan narsalarimga qaramayman deb aytdi deydi. Mayli, shunga shukr.